Tasavvur qilinglar, mana bu qo'limdagi telefon, sizlar telefonlaring mobodo shunaqa bo'lib chochilib ketsa, telefonlaringning ichida Play Marketlaring bor. Play Market Instagram, Facebook hammasiga javob beradi. O'sha Play Marketning nomini bilasiz, lekin parolini bilmaysiz. Hozir ishlab turgan paytda o'sha parolini o'zgartirib qo'yishni o'rgataman. Programmistlarga borsalaring, bu parol o'zgartirishda 50 ming atrofida o'zgartirib beradi. Men sizlarga hozir buni tekinga o'zgartirib beraman. Buning uchun shu videoga like, podpiska bosib qo'yish sizdan, xizmat qilish bizdan. Bosdik. Demak, birinchi bo'lib Play Marketga kirib, ismimizni ustiga bosib, Google hisobni boshqarishga bosamiz. Bu yerga kirgandan so'ng xavfsizlikka suramiz. Xavfsizlikka surgan so'ng pastroqqa tushsak, parol bor. Parolga bosamiz, boshqa usul bilan kirishga bosamiz va yana bir marta boshqa usul qilamiz. Bu yerda mana yangi parol kirit deydi. Ikkita bir xil parol qo'yishlaring kerak. Parol katta bilan boshlangan, o'rtada kuchukcha ishlatilgan, qiyinroq parol bo'lishi kerak. Shuni qabul qiladi. Mana ikkalasini bir xil qilib men o'tkazdim. Video foydali bo'ldi. Shunaqa Play Marketning parolini esdan chiqarib yuradigan do'stlarga jo'natib qo'ying. Video foydali bo'ladi. Bundan da qiziqarli videolar o'tkazib yubormaslik uchun podpiska, like bosib qo'ying, usta X bosdik.